Afadnoy yo'l Gunametandan o'tib keltirganimizda Zeba bog'chaning qaptalida sotiladigan biznes uchun binamiz bor. Biznes uchun zo'r lokatsiyada zo'r binamiz sotuvga qo'yilyapti. Ya'ni sentralniy Afadnoy yo'lga 50 metrcha bor. Mana shu binamiz xudo xohlasa sotuvga qo'yilyapti. Ko'rsatlar bo'ladi. Bu yerda plus tarafi gazdan, suvdan, to'qdan muammo yo'q. Wi-Fi'larni ochib o'tirilgan, gazi, svet hamma narsasi o'tirilgan. Endi bir qator kommunalniy, ya'ni gaz bilan to'qlarni ko'ramiz. Xo'p, mana ki ko'rsatlar bo'ladi. 3 fazli to'qlar o'tirilgan, tayyor, muammosi yo'q. Gazlardan mana ki ulanib, tayyor turibdi bo'rimizdan. To'g'ri kelasizlar, xudo xolasa tadbirkorlarni boshlab ketaverasizlar. Bu yerga non sex, pishiriqlar qilinadigan qilsadan bo'ladi. Endi birinchi tashqi tarafida do'konni ko'ramiz. Mana shu yerimiz do'kon. Mana ko'rsatlar bo'ladi. Chiroyli, yili, novi, toza holatida turibdi. Endi bu yerda pishiriq, non sex qiladigan bo'lsangizlar, mana shu yerga savdo do'konini qilsangizlar bo'ladi. Ya'ni mana shu yerga tortlaringizni, nonlaringizni hammasini taxlab turib sotsangizlar bo'ladi. Qaptalimizda ham yeki kirish kodi bor. Endi bu yog'imizdan asosiy bu yoq qaptalni qilsangiz ham bo'ladi. Endi bu yerda ishchilar kiradigan kod qilsangiz ham bo'ladi, primerni. Mana bu yerimizni oldin sal Navoiyxona uchun arendaga berilgan ekan. Mana ko'rsatlar bo'ladi. Gazlari, suvlari hamma narsasi o'tgan. Mana ki ko'rsatlar bo'ladi. Va bu yog'imizda kanalizatsiya suvlari rakovina uchun olib kelib qo'yilgan. Endi polniy binamiz teplopol qilingan. Ko'rsatlar bo'ladi. Mana ki Xo'p, bu yog'imizda mana ki orqa tarafida chiqish, kirish xod. Mana ki bir koridor. Bu yog'imizda kotel, nasozlarni ochib, mana teplopolning hammasi qilingan teplopollar. Bu yog'imizda mana ki banya xodimlar uchun ko'rsatlar bo'ladi. Endi bu yog'imizga o'tadigan bo'lsa, bu yog'imizda tualet. Ko'rsatlar bo'ladi. Bu yog'imizda yana bir xonasi. Bu yerda sef qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, pullarni shu yerda saqlasangiz bo'ladi. Bu yerga temir eshiklarni qo'yib. Bu yog'imizda mana ki birinchi kirish kod. Mana ko'rsatlar bo'ladi, bu yoqdan kirib. Endi nasihga moslab qilingan ekan. Hozirgi kunda mana shu bu yog'imizga o'tamizda ikkinchi tashqaridan kirish kod. Rakovinalar hammasi qo'yilgan, teplopol. Dokument hujjatlardan hech narsada muammo yo'q, otizga to'g'ri o'tadi. Mana shu yerga qiziqqanlar, quyida telefon nomerlarini qoldiramiz, telefon qilib bog'lanib, uyning egalari bilan, mana shu yerning egalari bilan bemalol gaplashib tartibsizlar bo'ladi. Bu yerning narxini keladigan bo'lsak, 370 million so'm aytilyapti. Yana tayin o'tib beradigan yeri bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Afadnoy yo'l Zeba bog'chaning qaptalida biznes uchun hamma yo'nalishlarga zo'r ketadigan binamiz, xudo xolasa. Kimlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlari quyidagi telefon nomerlarga telefon qilib bog'lanib ma'lumot olsangizlar bo'ladi.